Salom bo'ladi. Mana do'stlar, ishni ham tugatib oldik. Endi esa keyingi ish uchun yo'lga chiqamiz. Ha, aytgancha, sizlarga muhim narsalarni aytish esimdan chiqib qolibdi. Bizni kanalimiz rivojlanishi uchun siz bizga challenge'lar berishingiz mumkin. Biz esa sizning challenge'laringizni bajaramiz. Endi esa navigatorga kirib, navigatordan Tesla zavodini izlab topib, Tesla zavodiga yo'l olamiz. Mana do'stlar, eson-omon Tesla zavodiga ham kelib oldik. Endi men va sherigim Sherzod bilan birga ishlaymiz. Videoni biroz tezlashtiraman. Va nihoyat Tesla ishi ham tugadi. Endi esa Twix zavodi tomonga yo'l olaman. Mana zavodga ham yetib keldik. Men va sherigim. Ichkariga kirib birinchi xonani tanlab, ish formasini kiyamiz va ishni boshlaymiz. Ming afsuski, ayrim sabablarga ko'ra videoni to'liq qila olmadim. Albatta, keyingi qism chiqadi. Obuna bo'lishni unutmang.